$1000 yoki 12 million so'm pulim bor. Uyimni tunga fon qildirmoqchiman. Pulim yetarmikin deb ko'pchilik savol beradi do'stlar. Videomiz oxirigacha kuzatib boring. Qayerdan tunga fonlar qilib berdik? Shapkamiz uzunligi necha? Chiqqan razmeri necha? Robotxonamiz nechiga necha? Shu joylar qancha pul ketdi? Shu haqida batafsil ma'lumotlarimizni berib o'tamiz. Videomizni boshlashdan oldin esa do'stlar, Erkin tunga fon kanaliga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Sababi kun mobaynida sizlarga mana shunday foydali video roliklar tayyorlashga harakat qilamiz do'stlar. Unda video rolikimizni boshladik. Do'stlar, birinchi o'rinda xonadonimizning shapkasini razmerlarini aytib o'tamiz. Shapkamizni chiqqan razmeri tag qismidan oldi tarno tayyor hisoblaganda 1.25 sm. Uzunligiga keladigan bo'lsak, narigi burchakdan aylanasiga bu burchakgacha do'stlar 30 metr atrofida hamda mana bu robotxonamiz eniga 3,5 metrlik, uzuniga 7 metrlik robotxona hamda mana bu korpus qismlarini ham tunka fonlar bilan o'rab berilgan. Endi xonadonlarda xuddi shunaqa fasonda tunka fon qildirmoqchi bo'lsanglar, ya'ni skromniy, modasi o'lmaydigan fasondagi tunka fon ishimiz. $1000 ya'ni 12 million so'm atrofida pul ketadi aziz do'stlar. Bu xonadonimizda barcha rasxodi ichida tunka fon ishlarimizdan qilib berganmiz. Ya'ni lesasi, reykasi, samarezi, ustunovka xizmatlari barcha rasxodlar ichida tunka fon xizmatlaridan qilib berganmiz. Faqatgina xonadon egalaridan ustakalarimizga bir mahal obed beriladi. Qolgan hamma dastlabki yetkazib berish, hamma rasxod ichida mana shunday chiroyli, o'ta ham go'zal fasondagi tunka fonlarimizdan qilib beramiz aziz do'stlar. Bu xonadonimizga ko'rib turganlaridek o'rtalari shaxmatli qilib, yulduzchali do'ppilar, tilla rangli lentalaridan, o'rtalarga bir kampli oynali rombimizdan, xonboshlarini dasturxonli qilib, bu joylarni pianinali qilib, shestikranli karnizlarimizdan hamda past qismlarimizga tilla lentalardan qo'yib, juda ham neobishniy fasondagi tunka fonlarimizdan qilib berganmiz aziz do'stlar. Shapkamiz ham modasi o'lmaydigan, skromniy fasondagi tunka fonimizdan qilib berganmiz. Oldi qismi qosh qismli 90 gradusli kassetalar, lentalar esa turlik shestikranli karnizlarimizdan o'rnatib berilgan. Ranglari esa oq rangli tunka bilan mokriy matoviy svetdagi tunkalarimizdan foydalanganmiz shapka tomonlarimizga. Sizlarga mana shunday sifatli tunka xizmatlar kerak bo'lsa, albatta Erkin tunka fonga murojaat qilish esdan chiqmasin. Bizning xizmatlarimiz hozircha vodiy bo'ylab bo'lmoqda.